uchrashuvimiz bor tadbirkorlar bilan. Biz ham bir turadigan joyimiz bor shuning uchun omonatni so'raymiz. Banklarimizda har xil turdagi kreditlar bor. Misol uchun ayol tadbirkor 312, 306. Bundan tashqari mahalla bizning bankka 7 ta, 9 ta, 11 tagacha mahalla biriktirilgan. O'sha mahallalarga imtiyozli limitli kreditlar ham bor. 15 million, 17 million, 60 million, 64 million. Mahallada biznes, mahallada mikrokart, biznesga bir qadam, o'zimiz bank kreditlarimiz bor. Kim shu yerdan Shorlik, Tuproq-Qo'rg'on, O'zbekiston, Mehrobod, Temiryo'lchi mahallasidan. Shu mahallalarga 4 yilgacha 24% dan 17 milliongacha kredit berilyapti. O'zimiz bankka hech joyda ishlamaydi, nomga kredit bo'lmasa. 24%. Keyin 64 million kredit bor, yuridik. Yangi ochilgan firmaga YAST, MCJ, oilaviy korxona 4 yillik. Keyin ayol tadbirkorimiz bor, 7 yillik, 6 yillik, necha oylik, 2 yil imtiyoz davrlari. Nimasiga qarab, aholini turmush darajasiga qarab, past balandliklarga qarab 20% dan boshlab 24% gacha. Rasmga ma'lumot bo'ldi.